Ko'pchilik bo'lib to'lashga deganda hali bitmagan, narxiga qimmat joylarni tushunadi, lekin o'rtoqlar bu safar teskarisi. 100% bitkazilgan arzon narxdagi hovlilarni bo'lib to'lash shartlari bilan olishingiz mumkin ekan. Magic Safari'ni bilasizlar, to'g'rimi? 5-metro Magic Safari Sputnik 16-17 tomonlarda sizlarga 88 kvadrat metr bino maydoniga ega bo'lgan 2 qavatli yonma-yon qurilgan kottejlarni arzon narxlarda, uni ustiga bo'lib to'lash shartlari bilan ko'rsatib beramiz. Hurmatli mijozlar, egalar tomonidan reklama qilinayotgan bu kottejlarimizni bitta ko'ringlar. Shunaqa chiroyli bir ta'mirdan chiqarib qo'yilgan, kirib yashab bersangiz bo'ldi ekan. Ancha yillardan beri hovli olaman, kottej qilaman deb yaxshi niyatda yurgan birodarlarimizda shunaqa sharoit bo'lishi mumkinki, pul to'play olmayotgan sharoitlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham o'rtoqlar, mana shunday chiroyli hovlilarni bo'lib to'lash imkoniyatlarini yaratishki, hamma uyli, joyli bo'lsin. Hovlisiga bemalol mashina kiradi. Hozir rasmini ham qo'yib ko'rsataman. 10X mashinasi bemalol kirganligini ko'rsatib beraman. 07 sotuv maydonga qurilgan 2 qavatli shinamgina xonadon. Hozir kirsanglar sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. 68 mingga baholanyapti. Boshlang'ich to'lovi ham uncha katta emas. Bemalol telefon qilib o'zingizga summalarni aytib, bemalol kelishib savdosini qilishingiz mumkin. Hozir ichkariga kirishimiz bilan chap tomonda oshxonalarimiz, duo kommunikatorlarimiz o'rnatilganini ko'rishingiz mumkin. O'zini ko'chasiga qaragan oynalari bor. Kafellar qilib qo'yilgan, to'pli pollari bor. Bemalol oshxona mebellarni qilib olsanglar bo'ldi. Ro'parada mana shunaqangi umumiy sanuzellarimiz, ajoyib bir bemalol yashasa bo'ladigan sharoitlar bor. Tepa qavatda yotoqxonalar va birinchi qavatimizda katta bir mehmonxonalari, keldi-ketdi qarindoshlarni kuzatish uchun, mehmon qilish uchun bemalol sharoitlari bor. Bemalol stol-stullar bilan jihozlab olsanglar, televizorlarni qo'yib olsanglar, yanada ochilib ketadi. Hurmatli mijozlar, hamma narsa, hamma muvaffaqiyatlar, katta darajalarga erishish kichkina qadamlardan boshlanadi. Inshaalloh mana bir xonali kvartira oldingizmi, keyin sotib 2 xonaliga almashtirdingizmi, keyin sotib xullas hammasi inshaalloh qadamma-qadam, etap-etap, hammasi asta-sekinchilik bilan bo'ladi inshaalloh. Faqat Allohdan so'rab, mehnatdan tinmasdan, Xudo xolasa natijasini Allohdan so'rash kerak. Yetkazadi inshaalloh. Yaxshi uchastkalarga, keng hovlilarga yetkazadi. Ikkinchi qavatimizda mana shunaqangi xonalarimizni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatda o'zida 3 ta xonamiz, birinchi xonasini farzandlarga yotoqxonalar qilib bersanglar bo'lar ekan. Bu tomonda umumiy sanuzellari bor, chiroyli eshiklari o'rnatilgan ekan. Ichida hamma unitaz, rakvinalargacha, dushlargacha o'rnatib qo'yilgan. Hurmatli mijozlar, mana shu xonadonimiz 68 mingga arziydimi yo'qmi? Fikringlarni qoldiringlar-chi. Endi boshiga o'rtoqlar, egalar taxminan aytishyapti 30 ming atrofida, 35 ming atrofida pulingiz bo'lsa, bersanglar qolganini bo'lib to'lashga foizsiz qilib beraman deyishyapti. Yana egalar bilan telefonlashib, bemalol gaplashib olsangiz bo'ladi. Agar siz yanada arzonroq hovli qidirayotgan bo'lsangiz, 50 mingdan 100 minggacha hovlilarni sizlarga ro'yxatini tayyorlab qo'yganmiz. Pastda havolasiga kirib, bemalol Uybozor TV.uz saytimizda qo'yilgan yangi uylarni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda yotoqxonasi o'zini mana shunaqangi havo oladigan balkon qismi bor ekan, ajoyib bir. Mana shunaqangi zo'r va arzon narxdagi variantlarni o'tkazib o'rmaslik uchun Uybozor TV YouTube kanalimizga hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat.